Ming afsus bo'lsin, shunaqa narsaga guvoh bo'ldiki, bir hoji dadamizni sog'lig'lari tufayli aravaga tushib qolganlar. Jamoat turibdi. Aravachi $60 so'rayapti. O'g'li $50 beraman deyapti. $10 ustida otasining ustida tortishyapti o'sha yerda jamoat ichida-da. Ota bir narsa deya olmaydi-da, haligi jonim bolam $60 bergin deya olmayapti. $10 qo'shgin deya olmayapti. O'shaning uchun akalarim, opalarim, safarga ota-onangizni chiqadi yozadigan bo'lsangiz yaxshi, umraga jo'natish zo'r narsa. Adam bilan ayam umraga jo'natdim dedi. Zo'r ish qilgansiz, to'g'ri. Lekin cho'nchiligiga pul ham solib qo'yinglar. Hoji dadam misol uchun xonadoshlar bilan 4 kishi o'tirishdi. Pastga tushib bitta muzli marojniy yeb chiqmaymizmi deysa, xonadoshlari hoji dadam nima deydilar? Men laringitim bor dedilar. Oy 90 ga chiqqan bo'lsalar ham. Yesamchi tomog'im bo'g'ilib qoladi mana deydilar. Cho'nchilardachi 100 riyol oshiqcha bo'lganda o'zlari xonadoshlarinincha ikrom qilib xursand qilgan bo'lardilar. Onajonlarimiz yuring, joy namoz olmaysizmi? Bizni joy namozga tushib ketamiz-sizlar nima deydilar? Mani bolam mani bu yoqqa yuborar ekan, ona faqat ibodat qiling deb yuborgan. Bozor yurganini bilib qolsa-chi xafa bo'ladi mani jonim bolam. O'shaning uchun men bora olmayman, to'g'ri tushuninglar deydilar. Lekin $100 ortiqcha solib qo'ying-da o'sha onaxon cho'nchagiga. Kim joy namoz olganda boradi? Qani ketdi deb o'zi yetaklab chiqib ketadilar. Bu faqat safarga chiqqanlarida emas, akalarim. Asosan biz boquvchimiz. Choyxonaga boradilarmi? Masjidga chiqib yuradilarmi? Oila olganinglarda solib qo'yinglar cho'nchaligiga, pul tursin.